Futbol bo'yicha O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi Osiyo chempionati turniridagi ishtirokini boshlash arafasida turibdi. C guruhidagi raqiblarimiz o'ta jiddiy. Janubiy Koreya, Eron hamda Xitoy terma jamoalari. Ammo yurtdoshlarimiz, jumladan UzReport TV telekanal xodimlari ham futbolchilarimizga to'liq ishonishadi. Хотел бы обратиться к ребятам. Ребята, мяч круглый, отступать некуда. За вас Узбекистан, за вами Узбекистан. Вперед к победе. Vakillarimiz joylashgan guruh murakkab, qiyin. Lekin o'ylaymizki, futbolchilarimiz bizga yo'llanmani, nafaqat yo'llanmani, qolaversa, chempionlikni ham hadya qilishadi deb umid qilib qolamiz. Каждый раз, выходя на поле, помните, что с вами вся страна. Olimpiya terma jamoamizga Eron bilan o'tadigan o'yinda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Umuman olganda turnirni g'alaba bilan boshlab, g'alaba bilan yakunlash nasib etsin. Chiroyli futbol va g'alaba kutamiz. O'zbekiston terma jamoasi musobaqaning amaldagi chempioni ekanligini biz juda ham yaxshi bilamiz. Shunday ekan, bu safar ham ular turnirda g'alaba qozonishlariga ishonamiz. Yigitlar, biz siz bilan.